Hozir ro'za oyi ekanligi uchun biz ko'proq ro'zadorlarga ko'zimiz tushadi va men ro'zadorman degan gaplarni juda ham ko'p eshitamiz. Masalan, sizda bir uyga kirgizishsinda yoki o'zingiz bir uyga kiringda, kun uzun uxlang. Kun uzun uxlang, namozingizni o'qing, yana turing, uxlang, keyin turib og'zingizni oching, iftorligingizni qiling, ro'zangizni tuting. Siz hech qanday gunoh qilmayapsiz. Siz faqatgina yaxshi ishlarni qilyapsiz, ibodat qilyapsiz, ro'za tutyapsiz. Siz umuman gunoh qilmayapsiz. Chunki degan siz gunohkor insonlarni ko'rmayapsiz va gunohkor insonlar bilan gaplashmayapsiz. To'g'rimi? Undan chiqdi gunoh qilmayapsiz. Lekin aslida biz insonlar sinalishimiz kerak. Biz o'sha sinovdan o'tgandan keyingina bizda mana shu namozimiz, bizning ro'zalarimiz qabul bo'ladi. Masalan, siz ko'chada yurganingizda yoki o'rtoqlaringiz yoki dugonalaringiz bilan o'tirganingizda ular so'mkasidan yo biron joydan olib, biron narsa olib yeyishganda siz nima deysiz? Men ro'zadorman, meni yonimga yema deysiz. Mana bu siz sinovdan o'tolmaganingiz. U nima yapti, u nima qilyapti, siz u bilan ishingiz bo'lmasligi kerak. Siz unga ahamiyat bermasligingiz kerak. Chunki deganda siz ro'zadorsiz. Siz shu payti sizni yaratuvchi sinyapti. Qani shu birga qo'shilib shu narsani yeydimi yo shu ro'zaligini bildirgisi kelyaptimi? Yoki bo'lmasam shunga ro'zadorman deb shuni yeb turgan narsasini olib o'sha qaytarib so'mkasiga solishini xohlayaptimi? Siz baxtli insonlardan birisiz. Chunki deganda yaratuvchi sizni sinyapti. O'sha sinovdan siz o'tishingiz kerak. Ahamiyat bermang. Kim nima yapti? Kim nima qilyapti? Ro'zador bo'lsangiz, siz o'zingiz bilsangiz va yaratuvchi bilsa bo'lgani, hammaga elga jar solib men ro'zadorman, oldimga mana bu yegilik narsani yemagin, meni yonimga taomlar haqida gaplashmagin degan gaplarni yig'ishtiring. Ro'zadorsiz, hamma bilyapti. Lekin sinalyapsiz. Buni yodingizdan chiqarmang. Sinovdan o'tganingizdan keyin ro'zangiz qabul bo'ladi. Baxtli insonlardan birisiz sinalganingiz uchun.